yoki men osteopatman deyman, men tanani qo'lim bilan, miyamni shunaqa bo'limlari bilan rivojlantirilgan hissiy organlarim orqali his qilib, eshitib bilaman deyman. Shu orqali ta'sir qilaman, shu orqali tanaga nima bo'layotganligini bilishlikka muvaffaq bo'laman, juda katta foiz deb aytaman. Va bu his qilish darajasiga men kamida 5 yil ishlaganman. Nima, men sizga 5 yil o'rgatishimni istaysizmi, baraka topkur? Endi qanday qilib davolanishga keladigan bo'lsak, mana 2 og'iz so'z. Men ko'rsatayotgan va tushuntirayotgan amaliy kineziologiya farq qiladi. Qarang, mana yozilgan. Nimasi bilan farq qiladi? Chunki bu noyobligi bilan farq qiladi. Men bir og'riqni kelib chiqishini topishim uchun bir odamni kamida yarim soat, bo'lmasa 40 minut tashxis qilishimga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha bemorning og'riqlarini kelib chiqishini topishim uchun. Ya'ni har bitta organni, har bitta sistemani, somatik nerv tizimini, umumiy holati va uni hududiy holati, simpatik nerv tizimini holatlari, parasimpatik nerv tizimini holatlari hammasini eshitishimga to'g'ri keladi va mana shu eshitganlarimni keyin olgan tajribalarim bilan birga uyg'unlayman. Mendan oldin o'tgan shu mutaxassislarni tajribalaridan eshitgan bilganlari bilan uyg'unlayman. Tushunyapsizmi? Bu yerda mozgovoy shturm ketadi-da. Undan keyin fiziologiya qonunlariga, patofiziologiya qonunlari nuqtai nazaridan uni baholayman. Qani o'sha anaqaga tushadimi yo'qmi, o'sha qonuniyatlarga, fiziologiya, patofiziologiya qonuniyatlariga tushadimi yo'qmi? Yoki bu yanglish, men yanglish his qilyapmanmi yoki haqiqatdan shuni his qilyapmanmi? Taqqoslash uchun, aniq bilishim uchun o'sha qisqa vaqt ichida miyamda shuncha aniga ketadi, endi informatsion analizi ketadi. Tushunyapsizmi? Natijada bu va amaliy kineziologik testlar orqali tanadan, ya'ni o'sha tanadan keladigan javob, ya'ni kineziologik mushaklarni test qilish bu tanani bizga bergan javobi deb hisoblanadi deb aytganman. Ya'ni mushaklar orqali tana sizni to'g'ri tashxis qilayotganingizni, sizni qilmoqchi bo'lgan muolajangiz nerv tizimiga yoqimli, to'g'ri bo'layotganligini mushaklar orqali tana demak javob beradi. Mushaklar refleksi orqali javob beradi. Sog'lom refleks paydo bo'lsa, demak qiladigan tashxisingiz va qilmoqchi bo'lgan muolajangiz to'g'ri ekanligidan dalolat bo'ladi. Endi qarang, mana Taylor Smith, Andrew Taylor Smith degan bir yaxshi mutaxassis o'tgan oldin. Demak, shu inson nima deyapti? Ya'ni osteopatiya men uchun muqaddas fan hisoblanadi. Chunki uni shifobaxsh kuchi tabiatni o'zidan keladi deb aytgan. Ya'ni osteopat ishlagan payti osteopatni ishlashga imkon beradigan kuch, quvvat mana shu tabiatni o'zida yaratilgan. Tushunyapsiz-a? Inson tabiiy jonzot, biologik jonzot. Tushunyapsiz-a? Osteopat eshitadigan organ ham, inson ham, u inson bo'ladimi, kerak bo'lsa hayvon bo'ladimi? Demak, eshitadigan manaqa bu biologik jonzot. Tushunyapsiz-a? Demak, mana shu biologik qonunlar ostida bu jarayonlar kechadi. Va o'sha mana shu biologik qonunlar ostida, biologik to'lqinlar, biologik ta'sirlar ostida, tabiiy ta'sirlar ostida sizni tanangizga o'zgarishlar kira boshlaydi. Shuning uchun ham bu odam o'sha vaqtni o'zidayoq bu narsani shunday muqaddas ekanligini va tabiat bilan demak shunchalik uyg'un ekanligini his qilgan va tushungan va shuni o'zini kitoblarida yozib ketgan.
Demak, men ko'rsatayotgan kineziologiya va men qiladigan muolaja asosan juda katta foizi osteopatiya bilan bog'liq, energetik osteopatiya bilan bog'liq. Tushundinglar? Demak, ana shu osteopatiya haqida yana o'rganmoqchi bo'lgan kishilar nima ekanligini bilmoqchi bo'lsa, bu ishlaydimi, yo'qmi, bu yolg'onmi, yolg'on emasmi degan savollar qiynaydigan bo'lsa, marhamat, mana bitta kitob, mana ikkinchi kitob, mana uchinchi kitob, bunaqa kitoblar o'nlab yozilgan. Amerika avtorlari tomonidan, Yevropa avtorlari tomonidan, rossiyalik osteopatlar tomonidan ajoyib kitoblar yozilgan va bu internetda ham juda ko'p ma'lumotlar topsa bo'ladigan yo'nalish. Mana bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz, mana yosh yigitchani, yosh bolachani osteopat o'sha tanasiga o'zini qobiliyati orqali eshitib, tanaga yengillik kiritishga va to'qimalarni faoliyatini yaxshilashga umumiy g'ayrat qilyapti, kuchini sarflayapti, quvvatini sarflayapti. Mana shunday qilib ishlanadi, aziz birodarlar, aziz tomoshabin, tushunyapsiz-a? Demak, mana shu variant, bu men ko'rsatayotgan, men qiladigan variant. Albatta, bundan boshqa variantlar ham bor. Lekin nima bo'lganda ham sizni kim davolashdan qat'iy nazar sabablarini to'g'ri topmaguncha, og'riqlarni keltirib chiqaruvchi sabablarni to'g'ri va oxirigacha topmaguncha va o'sha sabablar barchasi muolaja qilinmaguncha og'riq ketmaydi. Misol uchun, men tajribamdan shunday bo'ladi. Bir kishi og'riq bilan keldi. Unda 10 dan ziyod deylik kamida sabablar topildi. Va biz o'sha sabablarni ishlay boshlaymiz. Hammasiga ishlaymiz. Organizm qandaydir yumshaydi, o'zini o'nglashga quvvat topadi organizm. Ikkinchi muolajaga yana ishlaymiz. Deylik, undan keyin organizm yana 20%, 30% qo'yib yuboradi. Tushunyapsizmi? Uchinchi muolajaga kelgan payti yana qidirib ko'ramiz. Shunda bilamizki, o'sha 10 dan ziyod topilgan sabablardan 4-5 tasi mutlaqo yo'qolgan bo'ladi. 4 tasi bilan ishlagan paytimiz yana ular ham yo'qoladi-da, natijada kimgadir 5-seansga, kimgadir 7-seansga, kimlargadir kerak bo'lsa 10-seansga mana shu og'riqni keltirib chiqaruvchi to'qimalar juda katta qismi tiklanadi. Lekin yana bir haqiqat bor. Men buni ochiq, shaffof gapiraman. Shunday bo'ladiki, ba'zi bir kasalliklar eskirib ketganligi bu bir, bemorni yoshini juda keksaligi bu 2 va organizmni hayot zaxirasi kamayib ketganligi. Men yaqinda bir yashash zaxirangiz qancha, og'riqlar nima uchun yo'qolmaydi degan video qo'ydim. Albatta ko'rishlaringizni iltimos qilaman, ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Shu yerda ochib berganman shuni sababini. Demak, mana shu sabablar tufayli demak, organizm oxirigacha o'zini tiklay olmaydi. O'sha jabrlangan, og'riq keltirib chiqaruvchi to'qimalarni ba'zi birlari oxirigacha tiklana olmay qoladi. Ya'ni buni tiklashga imkoniyati yo'q. Na akrom kineziologni kuchi yetadi bunga, na boshqa bir ukol dorini yoki bir qanaqadir bir preparatni bunga kuchi yetadi. Chunki bu biologiyadan ustun bo'lib bo'lmaydi. Fiziologiyadan ustun bo'lib bo'lmaydi. Chunki organizmni to'qimalarini, hujayralarini hayotiy quvvati deyarli tugagan bo'ladi. Tushunyapsizlar? Mana shu zaiflik organizmda tiklanishlikka to'siq bo'ladi va og'riqlar ma'lum bir qism saqlanib qoladi. Inoiloj, bu taqdir. Buni javobi menda emas. Mendan so'ramang bu narsani. Demak, tushuntirmoqchi bo'lgan haqiqatlar shu edi. O'ylaymanki, tafakkurli insonlar
yaxshi tushunib oldi va shunga qarab o'zlarini xulosalarini qiladilar. Uyga muolaja olasizmi, mutaxassisni oldiga borasizmi va hokazo shu qilib mana shu savollarni o'zlaringiz endi o'ylab ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.